Plita qo'yayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz Farg'ona shahar aeroport kottejimizni birinchi qavatini bitkizdik. Ustiga plita qo'yish ishlarini boshladik. Plita qo'yayotganda e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar: sesmani ustiga plita eng kamida 7 sm minish kerak. Bizda ko'rib turibsizlar, 15 sm mingan. Buni eng minimalka razmeri 7 sm. Undan tashqari ko'pchilik plitadan ekonom qildi deb o'ylashadi, zazor tashab ketishibdi deb o'ylashadi, lekin buni ustunlik jihati sesma quyilsa, yer qimillaganda plitamiz siljimaydi. Shuning uchun har 4 ta plitani orasida shunaqa joy tashab ketamiz. Bu yer qimillaganda o'sha aytganimdek plita siljimasligi uchun yordam beradi. Ushbu xonadonimiz 100 kvadrat bo'lib, umumiy plita ketgan narxi aziz obunachilar 15 millionga yaqin pul ketdi ushbu plitamizga. Bizni kuzatishda davom eting. Qolgan rasxodlarni ham keyingi videolarda aytib o'tamiz.